Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun biz Toshkent shahriga yetib keldik. Bugun Toshkent shahrini atiga 50 ming so'm evaziga sayohat qilamiz. Bunda kamida 3 ta joyga boramiz, ovqatlanamiz va transportdan foydalanamiz. Qani ko'ramiz, Toshkent shahridan sayohat qilish uchun 50 ming so'm yetadimi? Videoni oxirigacha ko'ring. Buni birgalikda sinab ko'ramiz. Qani ketdik. Sayohatni nomdor osh markazidan boshladim. Erta tongda borib, issiq va mazali qo'y go'shtli osh yedim. Narxi atiga 38 ming so'm bo'ldi. Yoniga choy ham keldi. Osh juda ham mazali, porsiyasi katta. To'yib oldim. Nomdor osh markaziga rahmat. Keyin esa Abdulla Qodiriy metrodan to'g'ri Amir Temur xiyoboni metroga atiga 1700 so'm bilan yetib oldim. Metro juda ham ajoyib. Odamlar uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Amir Temur metrosidan Amir Temur xiyoboniga chiqdim. Biz Amir Temur xiyoboniga yetib keldik. Amir Temur xiyoboni Toshkent shahrida joylashgan mashhur joylardan biridir. Bu joy mashhur sarkarda Amir Temur xotirasiga bag'ishlangan. Xiyobon markazida Amir Temurning ot ustida o'tirgan haykali o'rnatilgan. Xiyobon atrofida O'zbekiston mehmonxonasi, davlat binolari hamda Amir Temur nomidagi muzey joylashgan. Bu joy sayyohlar va shaharga kelgan mehmonlar uchun juda qiziqarli. Amir Temur xiyobonida Magic City'ga 1700 so'm bilan metro yoki avtobusda yetib olish mumkin. Undan keyin Magic City'ga yo'l oldim. Kirish bepul. Magic City Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanida joylashgan. Bu joy 2021-yilda ochilgan va juda tez mashhurlikka erishgan. Magic City ma'nosi mo'jizaviy shahar degan ma'noni bildiradi va haqiqatdan ham shunaqa tuyuladi. Magic City'ga kirgan odam ertaklardagi joyga kelgandek bo'ladi. Hammasi chiroyli va noodatiy. Magic City'da turli xil arxitektura uslubida qurilgan binolar bor. Asosiy ko'cha Magic Street deb ataladi. Bu ko'chada yoritilgan binolar va kafe do'konlar bor. Bu yerda sun'iy ko'l, ko'priklar, favvoralar va ko'plab foto zonalar mavjud. Har hafta turli tomoshalar, shoular, jonli konsertlar yoki bolalar uchun ertak qahramonlari chiqishlari bo'lib turadi. Yozda ochiq havo kinoteatri, qishda esa Yangi yil bazmlari o'tkaziladi. Bu yerda mashhur fast-foodlar, restoranlar, muzqaymoq do'konlari, sovg'a va suvenirlar sotiladigan mashhur joylar mavjud. Magic City har yili 100 minglab odamlar jalb qiladi. Ayniqsa dam olish kunlari gavjum bo'ladi. Tungi paytda Magic City chiroqlar bilan yoritiladi, musiqa yangraydi va bayramona muhit yaratiladi. Bu joy Toshkent aholisining va mehmonlarning sevimli dam olish maskaniga aylangan. Magic City oilaviy sayr, tug'ilgan kunlar, bayramlar va romantik uchrashuvlar uchun juda mos joy. Maroqli sayrdan so'nggi manzilim Seoul Moon, ya'ni Seoul darvozasi bo'ldi. Magic City va Seoul Moon orasi atiga 5 daqiqalik piyoda yo'l. Shuning uchun bu yerga kelishimga pul xarajat qilmadim. Seoul Moon Toshkent shahrida joylashgan koreyscha uslubda qurilgan go'zal maskan. Seoul Moon koreys tilidan tarjima qilinganda Seoul darvozasi degan ma'noni anglatadi. Bu joy O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida do'stlik ramzi sifatida qurilgan.
Toshkentga kelgan sayyohlar, ayniqsa koreys mehmonlar bu yerga albatta tashrif buyurishadi. Koreys uslubida me'morchilik, tinch muhit va chiroyli manzara meni hayratda qoldirdi. Xulosa qilib aytganda, bor yo'q 50 ming so'm evaziga issiq osh yedim, Amur Temur xiyobonini ko'rdim, Magic Cityda maroqli dam oldim, koreys madaniyati bilan tanishdim. Eng muhimi, bir kunim juda mazmunli va maroqli va tejamkor o'tdi. Agar siz ham Toshkent bo'ylab arzon sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, bu yo'l siz uchun. Video yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Yana ko'plab shunday vloglar oldinda.